O'tgan safar videoni ko'rib olaymikan, olmaymikan deb turgan obunachilarimiz ko'rib turibsizlar. Uragan 4X naborlarimiz dastavka qilishda davom etyapti. Ko'rib turibsizlar, hammasi egalariga chiqib ketyapti. Bitta uragan svarka apparat olganlarga 3 ta narsa qo'shib beryapti mana. Bitta tushuntirib o'taman. Xo'p, bitta uragan polo avtomat kempingni $100 ga olasiz, bitta 125 talik krom bolgarka, bitta krom drill, bitta hamilyon ochka bo'lsa bor, bonusiga qo'shib berilyapti. Xullas aksiyani bori shapalog'i bo'lyapti. Shuning uchun ham bitta like bosib kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Komplektdan nimalar chiqadi degan akalarga bitta tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda $100 ga olib turgan polo avtomat kempinglarni ko'rib turibsizlar. Oldilari o'ynayli, sifati juda ham moshni. Xo'p, bitta quloqli, displey monitorli. Xo'p, bu svarka apparatimiz ham kempingda ishlaydi, ham svarishni. Elektrod, sim ikki xil funksiyada ishlab beradi. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi yonboshiga yozib qo'ygan. Mig polo avtomat kemping, MMA bo'lsa svarishni. Xo'p, xuddi shu joyiga 1 kilodan 3 kilogacha bo'lgan simlar tushadi. Simini qo'yib bemalol yuqa temirlarni ham mazzasini qochirib ishlatishlari mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, oldilari yopiladi. Xo'p, uragan professional. Xullas, uragan svarishni apparatlar bilasizlar, uncha-munchaga parod qilmaydigan svarishni apparatlar. Komplektdan nimalar chiqadiganlar uchun bitta svarka apparatimiz, xo'p, bitta обычный maskamiz chiqadi, ko'rib turibsizlar. Ishlatishga juda ham qulay. Shlaglar qo'qqan cho'tkasi, bonusiga bitta katyok simi ham chiqadi. Polo avtomat kempingimiz derjagi mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, garantiya tanlovni svarka uchun massa derjaglar mana. Xullas, bitta svarka apparati olasiz, ichidan hamma narsa chiqadi. Bemalol maza qilib ishlatish mumkin. Xo'p, bu svarka apparatimiz keyin xo'jalik bob ishlarga, yengil ishlarga maza qilib ishlatiladigan svarishni apparat. O'zimiz ham ishlatib qo'ydik. Hozir videoning oxirida bitta ishlashlarni qo'yib beramiz. Ishlash yo'qsa, bitta like deb bosib, o'rtalarga jo'natib qo'yamiz. Xo'p, bonusiga qo'shib berilayotgan turgan narsalar mana. Bitta hamilyon ochkimiz, 60 ming so'mlik hamilyon ochkimiz, quyosh batareyali, o'zi quyoshdan zaryad olib ishlayveradi. Xo'p, 120 talik bolgarkamiz kelgan bo'lsa, qo'lga juda ham o'rnashadigan motori, katta motorli, kichkina motorlisidan emas. Keyin оборот legirovkasi ham bor. Eng asosiysi оборот legirovkasi bor. 120 talik bolgarka xo'jaligida bemalol pichoq, boltalar chaqlash ham mumkin, оборотni legirovka qilib pasaytirib olib. Xullas, bolgarkani ham ish beradigan. Bolgarkani komplekti. Xo'p, komplektdan mana zashniga chiqyapti, ruchkasi chiqyapti, ключ chiqyapti. Zapas ko'miri ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Maza qilib ishlatiladi. Bitta drelli ham chiqadi mana. Оборот legirovkali, lev pravi drelli ham bor, moshnisi. 50 samarasigacha bemalol tortib beradigan drelli ham chiqyapti. Xullas, $100 ga nabordi bor, zo'r bo'lyapti. Shuning uchun ham shoshilib qolaveramiz mana. Ko'rib turibsizlar, har xil Jizzax, Samarqandga yo'l olyapti bu naborlarimiz. Xo'p, o'shaga bitta like bosib kanalga podpiska qilib aloqa ochib qo'yasizlar, chiroyli dastavka beramiz. Dastavkalarimiz kelishilgan holda. Apparat ko'rib turibsizlar, ulov oldik. Hozir emayman, svarka rejimda turibdi. Buni bitta bosamiz, kemping rejimga o'tkazib olamiz mana. Bitta ko'ramiz endi. Xo'sh. Shoklarini ko'rib turibsizlar, juda ham chotki qilib, hech qanaqa shlaglarsiz quyib bergan mana. Shu uchala tochkani o'zim quydim. Xo'p, qo'ldan kelgancha varitan qilib beraman deydi. Oxiri svarshi bo'lib ketaman. Voydod, tizib ketyapman. Mana ko'rib turibsizlar, chotki qilib ikkita temirda varit qilib bering deganlar ko'p bo'lasizlar. Moshni qilib ushlab beryapman. Nima deyapti u? Kemping bor, kempingni chotki ishlagan. Uncha kempinglar bunaqa ishlamasdi. Ko'p ishlar qilib chachratib o'rganlar bo'lasdi. Bunda вообще bunaqa narsa yo'q. Chotki ishlayapti. Endi yuqoriroq temirlar bo'lsa, amperini ozgina pasaytirib olamiz. Masalan, 350 emas, 200 ga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi amperini pasaytirib. Ko'rib turibsizlar, amperini pasaytirib ishlatsa ham bo'ladi. Apparat lekin zo'r ekan bor, kemping juda ham yoqdi menga. Bitta like
Endi svarka apparatini bitta ishlatamiz, MMA rejimga bo'ladi. Ko'ribsizlar, MMA rejim bo'ladi. Ko'ramiz uni. Ko'rib turibsizlar, uzmasdan kuyib ketyapti. Chotki qilib